Xonadonlarda, qafaslarda saqlanayotgan qushlarni, akvariumda baliqlarni ko'ramiz. Islom dini jonzotlarning bu tartibda, ya'ni qaysidir ma'noda ozodlikdan mahrum etilgan holda saqlanishiga qanday qaraydi? Bu qushlar va baliqlar xuddi shu holat uchun yaratilgan Alloh taolo o'zi tarafidan. Ya'niki o'sha yerda turib tarbiya topib insonga bir zavq bag'ishlash holatlari bor. Shuning uchun bu holatlarni hayvonni azoblash emas, balki ularni tarbiyalash, ularga yaxshilab qarash va ulardan zavqlanish Allohning bir ne'mati sifatida qaralishi kerak bo'ladi. Ana shunda demak to'g'ri tushuncha bo'ladi.